Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi 3-sinf matematikasidan 35-darsni ko'ramiz. Mavzu masalalar ichish ega vazifalar 11 va 12 bo'ladi. 11-misolni, ya'ni vazifani ko'ramiz. Tenglamalar yozing, ularni yeching va tekshiring deyapti. Ya'ni tenglama tuzib olishimiz kerak bo'lar ekan. Ya'ni Jasur bir son o'yladi. Ya'ni o'sha o'ylagan sonini biz x qilib belgilaymiz. Mana bu yerda nimani ishlayapmiz? Mana x deya belgilaymiz. Undan 18700 ni ayirdi. Ya'ni x dan 18700 ni ayirdi va 410 va 120 ni ko'paytmasiga teng qiymat oldi. Va bular teng bo'lmoqda 410 ko'paytirilgan 120 ga. Mana shunaqa tenglama hosil bo'ladi. Endi buni ishlashimiz kerak. 420 ni 120 ga ko'paytirish kerak. 410 ko'paytirilgan 120. 2 ni 1 ga ko'paytiramiz. 2 ni 4 ga ko'paytirsak 8, 1 va 4, 2, bu 9, bu 4 va 2 ta 0 ni javoblarga qo'shib qo'ysak 49200 bo'lar ekan. Demak, x minus 18700 teng 49200 bo'ladi. Endi 18700 ni tenglikni o'ng tarafiga olib o'tamiz. U holda x teng 49200, 18700 bu tarafga qo'shuv bo'lib o'tadi. 18700 x teng 49200 ga 49200 ga qo'shamiz. 18700 ni 0, 0, bu 9, 9 8, bu 17, 1 dilda, 4 ga 1, 5, dildagi bilan 6. 67900 chiqadi. X'imiz mana shu. Ya'ni Jasur o'ylagan son, demak bu 67900 ekan. Endi B ni ishlaymiz. Madina 270 mingdan o'ylagan sonini ayirib, 270 mingdan o'ylagan sonini ayirib, ya'ni nimani o'ylaganini bilmaymiz. O'shaning uchun uni endi x emas, y deb belgilab olaylik. 189 va 754 ning ko'paytmasiga teng natija oldi deyapti. Ya'ni bular ham teng. 189 ko'paytirilgan 189 ko'paytirilgan 754. 189 ni 54 ga ko'paytirib olishimiz kerak. 754 ga ko'paytiramiz. 4 ni 9 ga ko'paytirib 36, 3 dilda, 4 ni 8 ga ko'paytirib 32, dildagi bilan 35, 3 dilda, 4 kira 4, dildagi bilan 7 qo'shamiz. 5 kira 9 45, 4 dilda, 5 kira 8 40, dildagi bilan 44, 4 dilda, 5 kira 5, dildagi bilan 9 qo'shamiz. 7 kira 9 63 ning 3i, 6si dilda, 7 kira 8 56, 6 ni qo'shsak 62 ning 2si, 6si dilda, 7 kira 7, dildagi bilan 13. Qo'shib olsak 6, bu 10 bo'ladi. 1 dilda, 7 14, dildagi bilan
15 biri dilda 9 2 11 dildagi bilan 12 biri dilda 3 ga dildagi birini qo'shamiz 4 va 1 142.506 chiqadi. Endi yozamiz. 270.000 ayrilgan y teng 142.506. Endi y tenglikni o'ng tarafiga olib o'tamiz. Bu aniq sonni esa tenglikni chap tarafiga olib o'tamiz. Shunda bo'ladi 270.000 ayrilgan 142.506 teng y ga. Endi 270.000 dan ayirib olamiz 142.506 ni. 7 dan qarzab beramiz. Bu 6, 9, 9, 9, 10. 10 dan 6 ni ayirsak 4, 9 dan 9, 9 dan 5, 4, 9 dan 2, 7, 6 dan 4, 2, 2 dan 1, 1 bo'ladi. 127.494. 127.494 teng ekan y ga. Yoki y teng desak ham bo'laveradi 127.494 ga. Ya'ni bu yerda Madina o'ylagan son 127.494 ekan. Keyingi 11 ni ishlab bo'ldik. Endi 12 ni ishlashga o'tamiz. Ifoda yozing va uning qiymatini toping. Non zavodi soatiga 8 paket teshik kulcha ishlab chiqaradi. Navoiyxonada ish kuniga 8 soat davom etadi. Navoiyxonada ish kuniga 8 soat davom etadi. Ya'ni bir kunda 8 soat ishlanar ekan. Kuniga necha paket teshik kulcha tayyorlanadi? Aprel oyida Navoiyxona har kuni ishlab necha paket teshik kulcha pishirgan? Endi 12 ni ishlaymiz. Soatiga 800 paket teshik kulcha ishlab chiqarar ekan ish kuniga. Bir kunda necha paket teshik kulcha tayyorlanadi? Buni biz 8 soatni 8 ga ko'paytirib topamiz. 12 vazifani ishlayapmiz. 800 ko'paytirilgan 8 soat, ya'ni bir kunda 8 ni 8 ga ko'paytiramiz 64 va 2 dan yozsak, demak 6400 paket ishlab chiqaradi. Bir kunda kuniga necha paket teshik kulcha tayyorlanadi? Ya'ni bir kunda 6400 paket. Mana javobini yozib qo'yamiz. 6400 paket. Aprel oyida Navoiyxona har kuni ishlab necha paket teshik kulcha pishirgan? Aprel oyimiz Aprel oyida necha kun bor? 30 kundan qaytsa Aprel oyi 30 kundan iborat. 30 kunga teng bo'lsa, u holda bir kunda 6400 paket ishlab chiqarsa, aprel oyida to'liq 30 kun ishlagan bo'lsa, u holda
30 ko'paytirilgan 6400 6400 ni ko'paytiramiz 30 ga. Bu nollarni keyin javoblariga yozib qo'yamiz. 3 kere 4 12, biri dilda 3 kere 6 18, dildagi bilan 19 bo'ladi. 3 ta nolni yozsak 192 ming paket teshik kulcha ishlab chiqargan. Aprel oyida Noviyaxona har kuni ishlab, demak 192 ming paket teshik kulcha ishlab chiqargan. Mana shu tarzda ishlanadi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Bizning kanalni kuzatib boringizlar. Like va podpiska bosingizlar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.